Assalomu alaykum do'stlar, xayrli kech. Demak, hozir iPhone telefonlar uchun video qo'llanma qilib beraman. Demak, biz nima ish qilamiz? Biz bu proyektda to'g'ridan-to'g'ri blockchain programmasida registratsiya qilamiz. Blockchain programmasi orqali ishlaymiz, ya'ni SafePal kошелек orqali. Birinchi qilinadigan ish HumoCard, UzCard orqali pullarimizni tushirib olamiz SafePal kошелекka. HumoCard, UzCard orqali BNB sotib olamiz, Binance orqali, keyin SafePalga tushiramiz. Bu video orqali ko'rishingiz mumkin. Tasavvur qiling. Kошелekka pul tushdi. Pul tushgandan keyin blockchainni ichiga kirib registratsiya qilamiz mana. Skopировать ссылку. Mana bu joyga qo'yamiz. Razрешить qilib bu joyda OPBNB ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Galochkani qo'yib, blockchainni ichiga kiramiz. Va kошелегimizni blockchainga ulaymiz. Registratsiya qilish, upgrade qilish hammasi shu blockchain orqali bo'ladi. Daromadimiz kошелегimizda ko'rinaveradi. Hamma operatsiya shu joyda bo'ladi. Kontrakt tugmasini bosamiz. Read contractni bosib turib, connectni bosib, хорошо tugmasini bosib, MetaMask mana ulandi. Va bu joydan registratsiya tugmasini bosib registratsiya qilamiz. Bu bo'yicha videolar bor. Upgrade tugmasini bosib upgrade qilamiz. Bu joyga nima yozish kerak, nima qo'yish kerak, hammasi bor. Demak, shu bilan ish tugaydi. Qiladigan ishimiz shu. Hamma shunaqa registratsiya bo'ladi, lekin komandani ko'rishlik uchun qo'shimcha saytdan foydalanamiz. iPhone telefonlar uchun alohida programma bor. Android telefonlar uchun. iPhone telefonlar uchun mana bu joyga ham saqlanitga qo'yib qo'yganmiz. Qo'shimcha saytdan foydalanamiz komandamizni ko'rishlik uchun. Lekin bizga kerak emas. Bizda kошелек bo'lsa bo'ldi. Kошелегimizda komandani registratsiya qilaversak, avtomatik shotimizga pullar tushaveradi. Shu joyda pullarimiz ko'rinaveradi. Bizga kerak emas yordamchi sayt, lekin komandani ko'rib turishlik uchun kerak. Demak, iPhone telefon ishlatadiganlar uchun shu qo'shimcha silkadan foydalanamiz. Bo'ldi, mana ochildi. Bemalol komandangizni ko'rib, oldingidek bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi.